Assalomu alaykum, eng arzon kanal obunachilari, hurmatli yoshlar, qaranglar, bugun 4-iyun kuni 4 dona balon, 13lik balon Espero qalpoq turibdi. Balonlar u holati o'rta holatda ekan. Kraskasi bir qator lyoqki vamberlari, petnolari, qirchiqlari uchun qilingan obunachilar. Kimga qiziqli bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib baraka qilsa bo'ladi. Mashinamiz arzon, Damas izlab yurgan obunachilarimiz uchun dastavka xizmati, boshqa chayxona, mayxona, liniya chiqaman desangizlar, tayyor pryamoy egadan xat hujjat joyida general daynisan bayda oformina qilib olsa zarar bo'ladi. Yili 2008, chexollari bor, barlari bor, linoleum bor, rezinka bor. Mashinamiz holati yaxshi ekan. Probegimiz degan bo'lsa 424 ming yurgan, o'zini halol yurgan probegi. Hech qanday qaytarilmam, pryamoy egadan. Kimga qiziqli bo'lsa aloqaga chiqib bemalol baraka qilsa bo'ladi. Egani raqamini Telegram kanalimizda qoldiramiz. Telegram kanalimizga o'tib ichga obuna bo'lib qo'ying obunachilar. Mashinamiz udari yo'q, DTP'si yo'q. Mashinamiz 2008-yil baraka qiladigan bahamiz 33 million so'm bo'lsa, shoshilib qolamiz. Buning baho faqat eng arzon kanal obunachilar uchun 33 million so'm 2008-yil Damas nolda turibdi. Bu haydamay ekan to'g'ri keladi egalari, xohlasangiz foydalanuvchilar ham to'g'ri keladi. 33 million so'm sirazi telefon qilib zakat tashlanganda mashina akitinglar. Jallan sog' bo'lsin, salomat bo'ling, kuzatib boshqa davom etinglar. Rahmat.